Bismillahirrohmanirrohim. Instagram messenjeri prosmotr uchun pul to'lamaydi. Instagramdan qanday daromad olasiz deb ko'pchilik juda ko'pchilik tanishlarim, savdogarlar, ko'chaga ko'rganlar, kimlar mendan savol beradi. Instagramdan daromad olmasangiz sizga nima zaril? Har kun kontent chiqarib yoki yurib odamlarning negativini eshitib degan savollarni juda ham ko'p eshitaman. Mani Instagramdan umuman prosmotr uchun Instagram man holish paytgacha pul olganim yo'q. Instagram messenjeridan hech qachon pul yechib olganim yo'q. Instagram qanday narsa men uchun, men o'zimni dunyo qarashim bilan tushuntiraman. Mana bu meni uyim bo'lsa, Instagram meni internetdagi uyim. Uni ichida qancha inson meni tomosha qilsa, uyimning narxi shunchalik ko'tariladi. Ya'ni uyimga kimnidir narsasini kirgizib sizga ko'rsatishim uchun, chunki meni qancha ko'p odam tomosha qilsa, men uyimga kirgizib sizga tomosha qildiraman. Shuning uchun Instagram kerak va qimmat bo'ladi. Ya'ni asosiy daromadi Instagram reklamadan bo'ladi. Boshqa daromadini men hozircha bilganim yo'q. Bilganim shu, Instagramdan reklama qilib, endi o'zingiz bilasizlar, kuzatib borasizlar, yaxshimi yomonmi reklama qilib, ko'p qimmatga qo'ymadim, men juda ham arzonga qo'ydim, lekin daromad oldim. 2 million balki 3 milliongacha daromad qildim Instagramda. Chunki reklamalarni arzon narxga qo'yganligim uchun. Men qancha ko'proq inson kuzatsa, shunchalik reklamamning narxi ko'tariladi. Instagram shuning uchun hamma dod deydi, obuna bo'linglar deb. Men ham shuning uchun olish paytgacha obuna bo'linglar deb so'ramayman deb o'yladim, lekin majbur ekanman. Obuna bo'linglar deb so'raydigan bo'lib qoldim. Chunki obunachim ko'p bo'lsa, reklamamning narxi balandroq bo'ladi. Men shunday blogerlarni bilaman, bittagina storiesini o'zi 500 ming so'm turadigan. Oddiy unaqa 100 ga chiqmagan blogerlar narxi shunday.